Janubiy Koreyada 65 ming gektar, O'zbekistonda 6,5 ming gektar issiqxona qurilgan ekan. Endi tasavvur qilinglar, Janubiy Koreyaga nisbatan yer maydonimiz 4x katta. Aholimiz bizda 38 million, ularda 51 million. Agar biz o'zimizni oziq-ovqat xavfsizligini o'ylaydigan bo'lsak, import qilmasdan avvalambor o'zimizdagi mahsulotlarni iste'mol qilmoqchi bo'lsak, eng kamida 21 ming gektar issiqxona kerak ekan. 6,5 ming gektar issiqxonani hammasi ishlayaptimi, yo'qmi? Bu haqida ma'lumotlar deyarli yo'q. Ammo siz issiqxona biznesiga qiziqib, bu sohada yaxshi daromad olmoqchi bo'lsangiz, bizni kanalga obuna bo'lib, kuzatishni unutmang va do'stlarga bu videoni jo'natib qo'ying. Juda ko'p yurtdoshlarimiz musofirda juda ham qiynalib, pul topib, oilasini boqishga to'g'ri keladi. Agro sohasini yaxshi o'rganadigan bo'lsak, o'zimizni yurtimizda, o'zimizni mahsulotlarni brend qilib, butun dunyoga sotish imkoniyatimiz bo'ladi. Sizga agro soha qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.